Akalar o't o'raydigan sezon boshlandi. Tezroq bunaqa rujnoy apparatlar olib o'tlar o'rib tashlash kerak, shoshilinglar. Rujnoyda qiynalib o'tiradimi? Ko'rib turibsizlar, mana shunaqa qilib bo'yinlaringga ilib olib, benzinni umuman kam rasxod qiladi, bemalol. Mana shunaqangi qo'llaring bilan qaranglar, ushab olib, xuddi attraksionda aylanib turganda, qo'llaring bilan bosib turib, o'tlarni o'rib tashlaverasizlar akalar mana. Kamerasiga qarab o'rib tashlayman akalar. Mana kerakmi? Rujnoy apparatni qiynalib ko'tarib yurasizlarmi? Mana eng zo'ri gazona kasyuka. Bu apparatimiz o'zini skori bor, 25 mm dan 75 mm gacha o'radi. Undan tashqari o'zini qutichasi bor, o'rilgan gazonlarni hammasini ichiga to'playdi, hamma joyga sochib yubormaydi. To'xtang, nima siz meni apparatimni yomonlayapsiz? Bu zotda faqat gazon o'radi, mana u любой narsani o'radi. Siznikini ko'tarib yurish kerak, odam charchaydi. Meniki qo'li yetalab yursa bo'ldi. Mayli xullas, sizga qaysi biri kerak bo'lsa, rujnoy kerak bo'ladimi yoki balonlimi? Bizga murojaat qilinglar, ikkalasini ham arzon, zo'r narxlarda qilib beramiz. Rahmat. Baba, mana rujnoy zo'r. Hamma o'zinikini zo'r derkan.